Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda Arizo 8 Pro. Ko'pchilik Chery'dan gibrid mashinasini kutib turgan va Chery gibrid mashinasi keldi. Sedan sifatida bo'ladi bu. Undan tashqari akkumulyator bilan polniy bak birgalikda 1400 gacha yuradi. O'rtacha rasxodi 5 litr bo'ladi. Akkumulyator o'zida nechta yuradi deydigan bo'lsangiz, akkumulyator o'zida taxminan bir 100 kilometrcha yursa bo'ladi bunda. Вот. LED fara bo'ladi bunda. Именно dizayni O'zbekiston sharoitiga moslangan qilib qilingan. LED fara, oldingi oblitsovka, takrorlanmas oblitsovka bo'ladi и oldi datchik parktroniklari bo'ladi bunda. Вот. Undan tashqari yumshoq balon, chiroyli sportivniy yumshoq balon bo'ladi. 18 lik. Balonni almashtirish shart emas, umuman hadovoy uchastlari ancha yumshoq, o'sha независимый podveskalarda bo'ladi. И бесключевой достуp bo'ladi полностью. Бесключевой dostuplari. Undan tashqari mashinamizni o'tirganingizdan keyin sразу sizga ko'zga tashlanadigan narsasi o'sha splashnoy ekran, displey, multirul и mashina o'zi kengligi. Ya'ni hamma tomonlama keng bo'ladi. Katta panorama tomi ochiladi undan tashqari va dvernoy kartalari ancha yangilangan holatda bo'ladi bu. Start stopni o'zida zavodit qilmaysiz, buni tormozni o'ziga bossangiz zavodit qiladi mashina. Undan tashqari mana regulirovkalari, ya'ni sidenyaning regulirovkasi ikkita knopkani o'zida bo'ladi bu. Tevaga, pastga, oldiga, orqaga va spinkalari ham cho'ziladi. Holatingizni o'zgartiradi. Undan tashqari pamyat sideniyasi ham bor и alohida video registrator ham bo'ladi mashinaning o'zida hammasi. Вот. Multirulingizni multimedia displey bilan klimat kontroller regulirovkasini qilib ketasiz. Shom datchik, yomg'ir datchik обязательно avtomatik holatda ishlaydi. Undan tashqari mashinada именно 360 kamera, 360 kamerasini kamerasini yondirishimiz uchun eshik ochiq bo'lganda ham baribir ko'rsataveradi mana. И regulirovkalari sensor o'zida bo'ladi. Sensori o'zida. Undan tashqari mashinada полный klimat kontrol, ya'ni avtomatik klimat kontrol bo'ladi. Ko'chadagi temperaturaga moslab, ichkaridagi temperaturangizni moslab beradi. Ya'ni ko'cha sovuq bo'lsa sovuq, faqat issiq haydaydi, ko'cha issiq bo'lsa salon ichiga sovuq haydaydi. Undan tashqari беспроводной зарядник, подстаканник, коробка передачалari boshqacha chiqqan и regulirovka именно kontrol elektrodami, gibriddami yurishingizni regulirovkasi bo'ladi. Rejimda yurishlari sport, ekonom, standart rejimlarda yuradi. Rejim sport. Sportlarda vashcha tez tortadi va mashina ancha shustriligi bilinadi. 360 kamera va offline kartasi ham ekranni o'zida ko'rsatadi. Вот, offline karta. Mashina ancha gabariti kattaroq, lekin upravleniyasi zo'r chiqqan. Salonimizga kelsangiz o'zi test drive qilsa ham bo'ladi. Ikkinchi video imенно test drive bo'ladi. Yuring, orqa tarafini ko'ramiz. Orqa tarafimizda ko'rishingiz mumkin, ancha keng bo'ladi. Sideniyalari kojiniy, обогревlari va zaryadniklari bo'ladi. Podstakannik, podlokotnik hammasi bo'ladi. Bemalol regulirovka qilsa bo'ladi uni. O'zingizga moslab qo'yib yuboraverasiz. И orqa deflektor, ya'ni konditsioneri ham havosi baqib pudab turadi. Orqadagilarga ham. Komfort hamma uchun bir xil. Bakka ochilishi bedan bo'ladi и mashinaning orqa tarafining ko'rinishi, ya'ni LED fara, parktroniklari bo'ladi. Arizo 8 ofitsialniy yozuvlari bilan plug-in gibrid, ya'ni universalniy gibrid bo'ladi bu. Ichlari ancha keng, mashinaning ichi keng bo'ladi. Pastida уже kley, znak, hamma kerakli narsalari bo'ladi ichida. И zaryadnigi ham
ichida komplektda ketadi. Mashinamizni Ahmad Donish filialimizga kelsangiz, pasportni o'ziga bir kunning ichida xohlasangiz kredit, xohlasangiz рассрочка, xohlasangiz lizingga mashinani xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Nalichida любой rangi, любой komplektatsiyasi bo'ladi. Kelsangiz sразу menejerlarimiz aloqaga chiqib, agar kommentariyaga plus belgisini qo'ysangiz yoki Arizo 8 deb yozib qo'ysangiz, menejerlar aloqaga chiqishadi. Undan keyin salonimizga kelasiz, mashinani ko'rasiz, tanlaysiz, to'lov qilib, mashinani sразу xarid qilib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Hammani kutamiz.